Savol. Assalomu alaykum. Tugi qushining go'shi halalmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Qushlardan faqatla tirnoqlar bilan qamallab tutadigan yoki top yeydiganlari harom qilingan bo'lib, tugi qushi buning qatorida emas. Demak, tugi qushining go'shi shar'iy bo'g'izlagan taqdirda halol. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ihromlik holatida tugi qushining tuxumi keltirilgan chaqda biz ihromlik kishilarmiz. Uni ihrom bog'lamaganlarga yegizinglar degan. Sahoba ikromlar haramda ihromlik holatda tugi qushini ovlagan kishilarga bir tugi jazo belgilagan. Bu uning halolligini ko'rsatadi. İmam Bayhaqi rivayet qiladi-ki, Osman, Ali, Zayd ibn Sabit, ibn Abbas, Muaviya va Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhular bir tugi qushi ovlasa, bir tugi jazo keladi deb belgilagan. Tabiinlardan Said ibn Musayyab bilan Urvadinmi shundaq rivoyat qilingan. Imom Malik, "Men ta hozirgacha ihromlik kishi bir tugi qushi o'ltirsa, bir tugi keladi deb anglab turibman" degan. Imom Shafi'i rahmatullohi alayh, agar ihromlik kishi tugi qushi ovlab qolsa, uningda bir tugi jazo bor degan. Alimlar yana tugi qushining tuxumini chaqavatgan yoki ovlagan ihromlik kishining jazosi ustida to'xtalgan. Bularning hammasi tugi qushining go'shining halolligini ko'rsatadi. Imom Ibn Abidin bilginki tugi qushi bilan g'az tugiga o'xshash bo'ynining osti tarafidan bo'g'izlanadi deydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom 176 nomerlik fatvo.